Umid aka, kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining chet el fuqarolari uchun maxsus soliq rejimi joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Amalda avval ham chet el fuqarolari uchun shunday maxsus soliq rejimi mavjud bo'lganmi? Va sizningcha bu rejimni joriy etishdan ko'zlangan asosiy maqsad nimada edi? Assalomu alaykum. Juda to'g'ri savol bo'ldi. Hammamizga ma'lumki, kuni kecha hurmatli prezidentimizning chet el fuqarolari uchun maxsus soliq rejimi qabul qilish to'g'risida prezident farmoni imzolandi. To'g'ri, bunaqa chet el fuqarolari uchun bunaqa bizda rejim yo'q edi. Bu rejim endi yaratildi. O'zi bu chet el fuqarolari uchun maxsus soliq rejimi degani nima degani o'zi bu? Bunda shuni tushunishimiz kerakki, chet el fuqarolari O'zbekistonga kelib turib, O'zbekistonda bankdan hisob raqam ochib turib, o'zini chet eldagi, ya'ni 3-chi, 4-chi, 5-chi chet eldagi mavjud pullarini yoki tadbirkorlikdan olayotgan foydalarini O'zbekistonda ochilgan hisob raqamiga kelib tushirishiga imkoniyat yaratilyapti. Va bu yerda eng asosiy qiziqarli tomoni o'sha kelib tushgan puldan 12% dagi bizdagi mavjud daromad solig'ini undirmasligi va soliqdan ozod qilishi belgilab qo'yilyapti. O'ylaymanki, bu rejimni yaratilishini bizga qulaylik tomoni shuki, chet ellik fuqarolarni O'zbekistonda kelib turib, hisob raqam ochib turib, O'zbekistonga investitsiya kiritib turib, ish faoliyatini olib borishga o'ylaymanki yana bir yaxshi muhit yaratildi deb hisoblasak bo'ladi. Bu rejimdan foydalanmoqchi bo'lgan chet el fuqarolari uchun qanday talablar belgilangan? Umuman olganda kimlar bu imkoniyatdan foydalanishi mumkin? Juda to'g'ri savol. Ushbu farmonda keltirilganki, chet el fuqarosi ushbu rejimdan foydalanish uchun arzimagan 3 ta talabi bor. Eng birinchi talabi o'sha hisobot davri boshlanganda, ya'ni aytaylik, agar oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, 12 oy ketma-ketligida siz O'zbekiston Respublikasida 30 kun yashagan bo'lishingiz kerak. Bu birinchi sharti. Ikkinchi sharti, siz O'zbekistonda o'sha yashagan paytingizda yoki sizda mulk huquqi asosida yoki ijro huquqi asosida siz yashayotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni degani nima degani? Yoki siz nomingizda qandaydir mulk kvartira bo'lishi kerak yoki siz o'sha yashayotgan kvartirani arendaga olgan bo'lishingiz kerak. U degani siz gostinitsada yashash emas, yo o'zingiz kvartirangiz bo'lishi kerak yoki o'sha kvartirani ijaraga olib yashagan bo'lishingiz kerak. Bu ikkinchi sharti. Siz o'sha ikkita shartni bajargandan keyin yiliga $50,000 to'lash hisobiga siz ushbu vakolatga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborli tomoni, ilgari O'zbekistonda chet el fuqarolari bank hisob raqami ochish mumkin emasdi. Demak, endi ular bemalol hisob raqami ochish ham mumkin-da. To'ppa-to'g'ri. Buning uchun boyaga aytganimiz 3 ta shart bajarilgandan keyin, ya'ni 2 ta shart bajarilgandan keyin 30 kun yashadi deylik, o'sha ijaraga yoki o'zini mulki bor deylik. O'shandan keyin soliq qo'mitasi qoshida maxsus komissiya tuzilgan bo'ladi. O'sha maxsus komissiyaga ariza berish orqali o'sha immunitetga ega bo'ladi. Ya'ni bank bunga chet el fuqarosi soliq rejimidan yaratilgan foydalanish xususida degan maxsus guvohnoma oladi va ruxsatnoma oladi. O'sha ruxsatnomani olgandan keyin bemalol borib xohlagan bankida o'zi uchun, ya'ni chet el fuqarolari uchun hisob raqam ochish huquqiga ega bo'ladi. To'g'ri, oldin hozir ham to'g'ridan-to'g'ri chet el fuqarosi agar O'zbekistondan kelib turib bankka borib shot ochaman desa, undan O'zbekiston rezidentligi to'g'risida spravkasi olinadi, ya'ni ma'lumot. Ya O'zbekiston fuqarosi bo'lishi kerak yoki bo'lsa pasporti bo'lishi kerak. Bunaqa narsasi bo'lmagandan keyin unga O'zbekiston banklari hisob raqam ochishga ega ruxsat yo'q edi. O'sha komissiyadan ruxsatni olgandan keyin chet el fuqarolari bemalol o'sha ruxsatnomasi orqali xohlagan bankida, ya'ni jismoniy shaxslar uchun belgilangan hisob raqamni ochish huquqiga ega bo'ladi. Yana bir e'tiborli tomoni, ushbu tartib yaqin qarindoshlarga nisbatan ham qo'llanilishi ko'rsatilgan. Bu qanday holda amalga oshiriladi va qaysi toifadagi qarindoshlarga taalluqli? To'g'ri, yaqin qarindoshlar to'g'risida ham farmonda gapirib o'tganmiz. Yaqin qarindosh deganda kimlarni tushunamiz? Bizdagi amaldagi soliq kodeksida yaqin qarindoshga ta'rif beradigan bo'lsak, yaqin qarindosh yana otasi, onasi, er-xotin, tug'ishgan opa, uka, singillari, aka-ukalari va o'zini farzandlari yaqin qarindoshlari bo'ladi. Agar aytaylik, men chet ellik fuqaro bo'ladigan bo'lsam, meni ota-onam, farzandlarim, turmush o'rtog'im yoki opa, aka, singillarim O'zbekistonga kelib turib o'sha hisob raqam ochaman desa, bular e'tibor qiling, bular $50,000 emas. Bularga yana qulaylik yaratilib, $10,000 evaziga shunaqa immunitetga ega bo'lish afzalligi berilyapti. Sizningcha mazkur farmon orqali O'zbekiston iqtisodiyoti va investitsion muhitiga qanday ijobiy ta'sir kutilmoqda?
Men buni o'ylaymanki, bu juda bir biz eshitamiz-ku, offshore zonalar degan narsalarni, chet ellik o'sha puli ko'p investorlar, puldor odamlar o'sha o'zlarining pullarini offshore zonalarga haydadi. Nimaga? Bu yerda soliqdan ozod. Kelgan puli qayerdan kelganligi to'g'risida so'ralmaydi. Ya'ni undan soliqlar qayerga kelganligi to'g'risida so'ralmaydi, undan soliqlar undirilmaydi. Bizada ham shunga o'xshash yaratilyaptiki, demak, bizda faqat jinoiy yo'llardan olingan daromadlardan tashqari o'zini shu halol mehnati bilan tadbirkorlar topilgan pullari kirib kelayotganda O'zbekistonda hech qanday so'rov qilinmaydi va unda hech qanday soliq undirilmasligi bilan ham bu chet ellik fuqarolarni O'zbekistonda kelib turib tadbirkorlik qilishga jozibador sharoit yaratib beryapti deb o'ylayman. Ma'lumotlaringiz uchun rahmat.